hozir tishlarim pishib og'rib yotibdi. Shunga qaramasdan joy ketyapmiz. Mehr olib ketyapmiz. Mehrimizni mana bunaqa sumkalarga solib ketyapmiz. Xo'jayinim bilan qahva ketayotganimizdan keyin aytaman. Hozir qolgan bilasan. Aql tishim og'riganiga qaraganda, menimcha aqlli bo'lib ketgan. O'shaning uchun oldirish kerak bo'lib qoldi. Tishlaringiz o'zingiznikimi deb so'raganlar. Orqa tishlarim hammasi koronko, o'sha oldingi tishlarim o'zimniki. Bu esa o'sha aybdor tish olib tashladik va qutuldik, Xudoga shukr. Endi uyga qaytib, kasallarimga ovqat tayyorlashim kerak. Yuzim ishib yotibdi. Paxta ham tiqib qo'yishgan. Uyga kelib sumkani tayyorlashni boshladim. Adnarazoviy naborlarni topdim. Aslida ovqat qilishga qiynalmadim. Og'riyotgan tishingiz bilan xamir yoydingizmi deb so'rashingiz mumkin. Yo'q, bular hammasi muzlatilgan polifabrikat muzxonada turgan mantilar edi. Bolalarimga pishirib berishga mana shunaqa qilib muzlatib qo'yganman. Ularni pishirib olib, ustiga sariyog'imni qo'yib, adnarazoviy idishlarga solib, adnarazoviy idishlarni o'pitim olib qo'yganman, chunki kasallarni ko'rgani ko'p boraman va ko'p ishlataman. Har gal borganimda idish tovog'im qolib ketaverganiga chorasini shu bir safarlik idish tovoqlarni sotib olishda topdim. Ishlatishga ham qulay, keyin tashlab yuborishga jalq emas. Xullas issiqqina bo'lib ketsin deb folga bilan o'rab chirmab, idishimga solib, issiq ushlab turadigan idishga solib, har doim issiqqina qilib olib boraman. Mantani ustiga turetskiy podliva tayyorladim, tomat bilan, pomidor bilan tayyorlanadi. Yoniga esa qatiqli sous tayyorladim. Uni ham mazasi zo'r bo'ladi. Bittada har ikkala kasalimni ham ko'rib kelay deb, ikkinchi idishga ham ikkinchi porsiya mantalarni solib, uni ham yaxshilab yopib, folga bilan o'rab, issiq ushlab turadigan idishga solib, yoniga souslari va bir marta qo'llaniladigan salfetka naborlari bor, qoshiqlari bilan o'shalarni solib, issiqni yetib borsin deb hammasini mahkamlab yopib, shu bilan yo'lga chiqdik. Birinchi bemorimiz Medipol klinikasida davolanayotgandilar. U klinika uyimizga juda ham yaqin joylashgan bo'lgani uchun juda ham tez yetib bordik. Kech bo'lganda qah ketyapmiz, bilasizmi? Mamlakatga mehr solib joy ketyapmiz, mehr olib ketyapmiz. Mehrlashkim kelyapti desam, hazil joy ketyapmiz, lekin hozir aytolmayman, chunki ularning opalari, oilalari meni kuzatib o'tirishadi, anaqada Instagramda. Keyin o'zlari aytadilar. Tishlarim og'rib yotibdi, вообще ishib ketgan, sekin qaytyapti-yu. Men bu tomonim вообще miyam guryapti. Dorimni ichib oldim-da. Mehrimni solib oldim-da. Ketyapman. Kutinglar, mehr kelyapti desam. Menga tish oldirish boshqa ta'sir qildi shekilli, boshqacha. Turkiyada davolangani kelmoqchi bo'lsanglar, mendagi koordinator topa olmasanglar kerak. Nimaga? O'zim tishim ishib yotibdi. Bugun tishimni oldirdim va shunga qaramasdan men ikkita klinikada yotgan kasalim bor. Bittalari gematologiyada yotibdilar, boshqa klinikada Yevropa tomonda, bittalari Osiyo tomonda boshqa klinikada yotibdilar. Ikkalovilarga ham mana bunaqa terma sumочкаga solib manta olib ketyapman. Nimaga? Ular meni hali bilishmaydi kelishimni, aytmaganman ham. Shunchaki mehrimni berib kelgim kelyapti, ularga e'tiborimni ko'rsatgim kelyapti, chunki chet elda odam mehr kutadi, e'tibor kutadi. O'shaning uchun shartda обезболивающий ichdim tishim uchun-da. Hozir pishib qo'ygan qaranglar. Mantalarimni pishirdim, souslarni tayyorladim va hozir ularga olib ketyapman. Inshaalloh mazza qilib yeb olishadi. Agar mabodo Turkiyaga davolangani kelmoqchi bo'lsanglar va klinika yoki shifokor, yaxshi shifokor qidirib yurgan bo'lsanglar, обязательно men bilan maslahatlashinglar. Men sizlarga eng zo'rlarini tanlashib yuboraman. Kasal bo'lmanglar. Hozir mehrimni bo'laman, chunki bu idish bilan olib kirib bera olmayman. Buni ikkiga bo'lishim kerak. Ularga ikkita qoshiq beraman. Ikkita qanaqa? Men bu qattiq. Bilasizlar, turetskiy mantini qatiq bilan ichishadi, yeyishadi. Men bu sousi, nameli sos. Bu esa meni mehrim. Issiqqina. Maşallah. Keldi. Qani mehrim? Ketdi. Bitta mehrimni mana klinikaga olib kelyapman. Hozir egalariga topshiramiz. 721 nomerda 7-etajda ekan va hozir 7-etajga chiqib o'zi. Asal shu ekan. Mana shu ekan. 723 hurmatga 21. Mehrab geldim. Ben kırıldım. Bu kız açık etkendim. Yok etmesiniz. Hiç mi sanırım? Yanımız yok adam. Gün boyu mazan olmadı. Mehrab'a taşıp çıktım. Şimdi nolga tushamiz va keyingi lokasiyaga boramiz. Mehrab'a topshirib chiqdim. İkinci mehr bergan ketdim. İkinci mehrimni egasiga tashlagani keldim. Qilgan souslar bilan olib keldim. Qani yur mehrim, muzlab qolmasingdan. Ber. İkinci mehrimni olib keldim. Tak, klinikani ichidagi rasmga esiladi. Nimadan qilingan ko'rasizmi? Shpitsi. Mana bu qanaqa sistemalar. Xullas
Tamam. Noktasıniki. Doktorlarning xalatlari. Tak, 5-chi etalga ketyapmiz. Assalomu alaykum. Qanaqasiz o'zsiz? Sonlaringiz yaxshimi? Oyisi, qanaqasiz? Tuzumsiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qiynalmayaptimi bola? Kasallarni ko'rib chiqdim. Gematologiyada yotibdi, 4 yashar bola. Xudo xolisa ximiyalarini olyapti. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Agar mabodo bu narsa bo'lsa, zbor qilishimiz mumkin, ya'ni pul yig'ishimiz mumkin, chunki olib kelgan pullari bitta bo'ldi. Va gematologiyada bilasizlar, juda ham katta pul ketadi. Bolalarning onkologiya lecheniyalarida, o'shaning uchun balki oldin o'zligi tarafdan surishtirishar ekan. Agar mabodo kerak bo'lsa, keyin men o'zim shu profilimdan balki zbor ocharman. Hali aniq emas lekin, ko'ramiz. Inshaalloh kerak bo'lmasa tuzalib ketsin. Agar mabodo yetmasa deyman deb. Nereye gidiyor? Saat 10'da şeyimiz var. Melike parayı vermedi mi? Ver. Niye vermiyor?